Assalomu alaykum Ravshan Uz kanalining obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugun hafta kunimiz 18-aprel juma kuni. Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Semizbuqa Boqma-buqa qatoridan narx-navolarni bir chekkadan tanishtirib o'tamiz. Shu yirik bo'lgan Semizbuqalarimiz sotilibdi hozir. Aka nech pul bo'ldi dedingiz ikkalasini? 57 million dedilar ha bir joyda. İkkalasi bir joyda 57 million so'm. Barakasi bo'pti shu yirik buqalarimizni. Tarozda tortilmada shunday turishiga bo'ldi savdosi. İkkalasi bir joyda 57 million so'm bo'pti. 1,5 metr chiqib qolsa kerak shu kattasi, bunisi 1.30-1.35 atrofida bo'lgan buqalarimiz 57 million so'm bir joyda. Nech pul bo'ldi aka bu? 23 million so'm. 23 million so'mdan qaytdimi bu? Shu qora ho'kizimiz 23 million so'mdan qaytyapti. Tarozda tortib ko'rilmadimi? 430 kilo? 430 kilo ketdi. Ot nech pul bo'ldi aka? Ot nech pul bo'ldi? Qoni o'tirib narxini aytishmadi otni. Navbatda ho'kizlarimiz. Assalomu alaykum aka, ho'kizlar sizdanmi? Alaykum assalom. Mani ismim qilmaysan. Yo'q, o'zingiz olmaymiz aka. Faqat Ho'kizlarni qilasan. Bo'ldi, yaxshi. Niyatimiz ham shu aka. Nech pul aka bu? 22 so'rayapmiz. Shu ola ho'kizga 22 million so'm so'rayapsiz. Bozor nech pul berdi? 19 million 100 ming so'm berdi. 19 million 100 ming so'm. Tarozda tortib ko'rilmadimi aka? 366 kilo keldi. 366 kilo keldi. Taroziga nech puldan so'rashdi? Tarozda 55 dedi, yo'q dedi. 55 ming so'mdan bermadingiz. Sirdaryo mol bozorida mana shu buqamiz sotilyapti ekan, taroziga 55 ming so'mdan berilmadi. Qorasi ham sizdanmi tog'a? Qora ham sizdanmi? Qorasi. Assalomu alaykum. Yo'q. Narx-navosini bilasizmi qorasini? Yo'q, bilmayman. Narx-navosini bilmaydilar ekan. Qorasi birovniki ekan, bu ham chiroyli holatda boqilgan ho'kiz ekan. Telefon raqam qoldirmaysizmi tog'a? Sotib yuborasiz, ha? Qoldiradi, hammasi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Savdoingizga baraka bersin. Aka nech pul so'rayapsiz bunga? 18 million so'm baho aytyapsiz. Savdosi nech pul bo'ldi? 16,5 million so'm. 2 yashar bo'lmagan hali. Yo'q, hali tishi yormagan. Tishi yormagan. 1 yashardan o'tgan buqa. 16,5 million so'm savdosi bo'ldi. Bermadingiz. Bergan. Telefon raqam qoldirmaysizmi? Yo'q. Orqa fondan ko'rinishlari molimizni. Xo'p. Mana shu molimiz 18 million so'ralyapti, 16,5 million so'm savdosi bo'pti, berilmadi. Sog' bo'ling aka, savdoingizga baraka bersin. Mana yirik ho'kizlarimiz. Aka kimdan ekan bu ho'kizlar? Aka sizdan emasmi ho'kiz? Bu kimdan ekan? Bu sizdan. Greenford ha bu? Greenford ho'kizimiz juda ham chiroyli holatda boqilgan. Sonlari oqib qopti janovarni. Yo'q, qaysi kanal bu? Ravshan Uz kanali aka. Tortib ko'rmadinglarmi? Yaxshimisiz? Tarozi tortib ko'r. Nech kilo keldi aka? Rovna 600 kilo keldi. Taroziga nech puldan baho aytdingiz? 60 ming. 60 ming so'mdan baho aytdingiz. Klientlar qanchadan so'rashdi? 56 dan. Bermadingiz. Necha yashar aka bu? 2 yashar. Qayerda ho'kiz aka? 3-malik. Sindarobod yonida 3-malik, Sirdaryo. 3-malikda boqilgan ho'kizimiz ekan. Telefon raqam qoldirasizmi aka? Telefon raqam qoldirasizmi? Oyoqlaring nechta so'rashdi? Haqni so'raman. Oyoqlaring so'rashmadi. Taroziga 57 mingdan so'rashdi dedingizmi? 56 ming so'mdan taroziga so'rashdi, shu ho'kizimizni berishmabdi. Telefon raqam qoldirmoqchi ekansiz. Savdoingizni bersin aka. Bellari to'lgan, juda ham chiroyli holatdagi Greenford novosimiz. Bu novoslar kimdan ekan aka? Bu biri sizniki. Shunaqa yirik boqma ho'kizlarimiz, semiz ho'kizlarimiz bor. Bemalol Sirdaryo bozoriga kelib
olishingiz mumkin. Navar buqalarimiz ko'p. Sirdaryo bozorida buqalarimiz juda ham ko'p, boqmasimiz buqalar. Navbatdagi novvoslarimiz qoraga nechta pul so'rayapsiz aka? 53 mingdan taroziga so'rayapmiz. 53 ming so'mdan taroziga shu qora ho'kizimiz so'ralyapti. Oyoqlarini nechta pul so'rayapsiz? 21 million qilishdi, berishmadi. 21 million so'm savdosi bo'ldi, berilmabdi shu qora ho'kizimizni. Tarozi tortib ko'rilmadimi? Yo'q. Tortib ko'rilmadi. Bu katta shved ho'kizga nechta pul so'rayapsiz? Shvedga 30 million so'rayapti. 30 million so'm so'rayapsiz. Savdosi nechta pul bo'ldi? 29 million 700 qildi. 29 million 700 ming so'm savdosi bo'libdi, bermadi. Bu yotganga nechta pul aka? Buni 35 million so'rayapti. Yo'q aka. Sof kelishtirib so'ra. Bu katta undan bu yotibdi. Juda baland masminar. Shu yotgan ho'kizga 35 million so'm baho aytilyapti ekan. Savdosi nechta pul bo'ldi aka buni? Savdo bo'lgan yo'q, ha? Bu dam olyapti ekan bu. Ho'kizimizni yonidan ko'rinishlari, mana yelkalari chiroyli, yirik ho'kizimiz. Oldi fondan ko'rinishlari, mana bo'yindor bo'lgan ho'kizimiz. 30 million so'm baho aytilyapti ekan. 29 million 700 ming so'm savdosi bo'libdi, berilmabdi. Mana qora ho'kizimizni orqa fondan ko'rinishlari, bo'yinlari chiroyli, bo'yindor bo'lgan novvosimiz. Aka bu qoraga nechta pul so'rayapsiz? 17 million so'm kami bor, ha? Bozor nechta pul qildi? 16 million so'm savdosi bo'libdi. Bo'yindor boqma ho'kizimiz. 2 yashar bo'ldimi, bo'lmadimi? 2 yashar bo'lgan ho'kizimiz. Asodil nechta pul savdo qilishdi aka? 16 million so'm savdo bo'libdi shu ho'kizimiz. Bo'ylari 1.10-1.15 atrofida chiqsa kerak, ha? 1.15 atrofida. 1.15 atrofida bo'lgan ho'kizimiz 16 million so'm savdosi bo'libdi, berilmabdi. Savdongizga baraka bersin aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Navbatdagi ho'kizlarimiz, boqma ho'kizlar. Sizdanmi bu aka? Egasi yo'q ekan shekilli. Sizdan emasmi aka bu ho'kizlar? Dilmurod nechta pul qilyapsan, Dilmurod? Sariq uykalas, ha? Ha, Dilmurod ukamiz o'zi savdo qilyapti ekan, bir joyda 50 million so'm bo'lyapti, ha? Bir joyda shu ho'kizimiz, uchtasi bir joyda 50 million so'm bo'lyapti ekan, boqma ovozlarimiz. Mana bu savdo bo'layotganda bor. Qaysi savdo bo'lyapti? Shu ho'kizlarimiz mana umumiy holatda ko'rinishlari, boqma ho'kizlarimiz 2 yashar bo'lgan ho'kizlarimiz. Tish buzgan, boqishga chiroyli variantdagi ho'kizlarimiz 50 million so'm, uchtasi bir joyda bo'lyapti ekan. Bu sizdanmi? Nech pul aytyapsiz? Qancha? 19 million 700 ming so'm savdosi bo'ldi. O'zingiz nech pul aytyapsiz? Savdosi nech pul bo'ldi? 19 million 700 ming so'm savdosi bo'ldi. O'zingiz nech pul baho aytyapsiz? 21 million so'm so'rayapsiz. 21 million so'm so'ralyapti ekan. 19 million 700 ming so'm bozor savdo qildi shu buqamizni. Bu ham 2 yashar bo'lgan ho'kiz, ha? Qayerdan ovoz ekan bu? Sirdaryonikimi? Savdonglarga baraka bersin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu ho'kizga nech pul so'rayapsiz aka? Bunga nech pul so'rayapsiz? 17 million so'm so'rayapsiz. Bozor 15 million. Bozor 15 million qilyapti, bermadingiz. Telefon raqam qoldirasizmi? Necha raqam qoldi? 99lik 005 79 95. Mana boqma ho'kizimiz. Chiroyli holatdagi. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, O'z nomanga egasi ko'rib qo'rqib ketadi. bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Savdonglarga baraka bersin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlar yaxshimi? Charchamaysiz.
Shavkat aka nech pul qilyapsiz ho'kizcha? Nech pul qilyapsiz? Xudo xohlasa 17,5 qilyapman yo'q deydi. 17,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu boqma ho'kizchamiz. Hali 2 yashar bo'lmagan, yosh ho'kizcha. 2 yashar bo'lmagan ha. Yo'q. Endi yoshidan endi. O'z qancha so'rayapsiz? O'zlari 20 kam bor. 20 million so'm kami bor aytilyapti. Savdosi Shavkat akamiz o'zlari savdo qilyaptilar. Assoda nech pul savdosi bo'lyapti aka? Shavkat aka? Nech pul qilyapman dedingiz? 17,5 qilyapman, 18 usti sotaman deyapti. Savdosi bo'lyapti Hammaga ekan. chiqib yurmay, hamma tomon. Savdonglarga baraka bersin, olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin. Ravshan Uz kanalida chiqadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha aziz obunachilarimiz, videolarimiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosamiz. Obuna bo'lmay ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilamiz aziz obunachilarimiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha